Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Hozirda bizlar Qorasuv massividagi qurilayotgan majmuamizda. Ushbu majmuamizda deyarli 80-90% xonadonlar sotilgan. Salkam xonadonlar ham qolmagan. Ish ketyapti. Mana qor yog'yapti, do'l yog'yapti, yomg'ir yog'yapti. Farqi ustalarimiz ishlab yotishadi. Qurilish to'xtagani yo'q. Xo'p, xullas bu majmuamizda ikkita yangilik bor. Bittasi yaxshi, ikkinchisi ham yaxshi, lekin birinchisi yaxshiga nisbatan biz sal kamroq yaxshi. Ya'nida bu yerda bir xonali xonadonlarimiz bor. Buni hozir aksiyaga chiqaryapmiz. $23,000 evaziga bir xonali xonadon Qorasuv massividan tayyor korobka holatida $23,000 evaziga. Tasavvur qiling. $23,000 ga nima xarid qilsangiz bo'ladi o'zi. Mashin, Malibu, elektromobil, BYDni sal yurilgani, xo'p, keyinchi xarid qildingiz, 23 mingga ham zo'rini oldingiz. 1 yil o'tdi, u nechburga baholanadi? Oshib borsa 19-18 ga sotib olasiz. 1 yildan keyin bor. Lekin xonadon xarid qilsangiz, o'sha $23,000 obyekt shunday bitgandan keyin kamida $30,000 ga shunday joyda sotib olsangiz bo'ladi naqdga. Yoki-da shunday arzonga xonadon xarid qilib, bitta remontcha qilib o'zingiz yashayversangiz ham bo'ladi. Yoki ijaraga qo'yib, bu yerda ijarani pulini shimirib sanab tursangiz ham bo'ladi bemalol. Xo'p. Bu birinchi yangiligimizdan biri. Xo'p, ikkinchisi, agarda siz bosh to'lov qilib qolganda bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lsangiz yoki bosh to'lovsiz qilib qolganda bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lsangiz, shartlarimiz ham sal o'zgardi. 60 oylikka ajratilgan xonadonlarimiz qolmadi. Hozirgi vaqtda 48 oyga, ya'ni 4 yilga bo'lib to'lash evaziga qilyapmiz. Ya'ni agar siz boshlang'ich to'lovsiz olmoqchi bo'lsangiz, tepa qavatdan kvadrat metrlarni o'rtacha 8-7,5 atrofidan xarid qilib, qolgan 60 oyga bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Agar bosh to'lovingiz bo'lsa, pastki qavatdan, ya'ni 5 dan yuqorisi bo'lgan qavatlardan 20-30% boshlang'ich to'lov qilib, qolganini 4 yilga bemalol bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, majmuamiz 2027-yil 4-chorakida o'z nihoyasiga yetadi. Majmuamiz pishig'ichdan quriladi. Mana ko'rib turganingizdek, fasad tomon перегородкаlar pishig'ich bo'ladi, ya'ni fasad devorlari, ichki xonadonlar перегородкасы gazoblokdan bo'linadi. Bu majmuada hamma sharoitlar bor. Magazin, bog'cha, klinika, xususiy bog'chalar. Sal nariroqqa o'tsangiz radom ham bor. Radomning oldida poliklinika ham bor. Xullas qilib aytganda, nima kerak bo'lsa, hamma narsa bor. Sizga ushbu xonadonlarimiz bilaman ma'qul keldi. Bilaman, telefon qilmoqchisiz. Срочно telefon qiling, pastda raqam qoldiramiz. Sog' bo'lasizlar.